Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi. Yana bir kar aytamiz. Kishi o'zi uchun bir sohani tanlaydi va asosiy kuch-quvvatini, mehnatini, e'tiborini mana shu bitta sohaga burishligi kerak. Ha, albatta boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lishi zarur, lozim. Lekin bitta sohani tanladimi, shuni oxiriga yetkazishlik kerak bo'ladi. Ibn Sino tabobatga oid kitoblarni o'qishga kirishdi va qisqa muddat ichida odamlarning orasida mana shu tabobat ilmida ko'zga ko'rindi. Ibn Sino aytar edi, bunaqa qisqa muddatda odamlardagi ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmaslik kerak. Chunki tabobat qiyin ilm emas derdi. Bu qisqa muddatning ichida ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmanglar, chunki tabobat qiyin ilm emas derdi. Meditsina qiyin emas ekan. Ibn Sino uchun bu fan qiyin emas ekan. Ha, buni qiyin emasligini mana shu meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan talablardan so'rang. Ana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan talabalarning ishi bilan boshqa fakultetda o'qiyotgan talabalarning ishini taqqoslab ko'ring. Lekin Alloh taolo bu kishiga g'ayrioddiy zakovat bergan, mana shunday bir yosh bo'lib turib tabobatda o'zini yurtida ko'zga ko'rindi. O'zini kuchli zakovati bilan tabobatni oson o'rgandi. Shu paytda yoshi 16 da edi. 18 ga kirmagan bola tabobatdagi ustozlardan biriga aylandi. Nimasi bilan? Telefon o'ynash bilan emas bolalar. Internet tayda o'tirish bilan emas, kompyuter o'ynab serial ko'rish bilan emas, kitob o'qish bilan. Ko'p aytyapmiz, hammasi kitob o'qiganini gapiramiz. Endi domla u paytda telefon bo'lganda, kitob o'qishganda deysizlar. Hozir ham kitob bor birodarlar. Xususan mana tolibiy ilmlar qaysi fakultetda o'qishdan qat'iy nazar o'ziga bir vazifa qilib olsa bo'ladi. Bir yilda mana shu o'zimni sohamga tegishli 20 ta kitobni o'qiyman deb. O'qimasam moncha ishtiraman. Yoki o'qimasam moncha kun ro'za tutaman. Bir nazar qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Masalan, o'qimasanglar ham o'tdi bir yil, to'g'rimi? Mana o'quv yili tugadi studentlar. O'qisanglar ham o'tdi kun, o'qimasanglar ham o'tdi. 16 ga kirgan bola tabobatda Buxoroda ko'zga ko'ringan kishilardan bo'lib yetishdi.